Yangi mashinalar muborak bo'lsin, ukam. Rahmat. Yangi mashina olishga oldik-ku. Ammo dilim qashda. Ha, nima bo'ldi yana? Old qismida urilgan joy borga o'xshaydi. Endi nima qilaman? Boshim qotdi. Gap shundaki, avtosalondan Cobalt rusumli avtomashina xarid qilgan haydovchi oradan qisqa vaqt o'tib, mashina nosoz ekanligini bilib qoldi. Qozon tumanidan fuqaro erkak kishi murojaat qilgan Avtosqa shaharda joylashgan avtosalondan Cobalt rusumli mashina sotib olgan. Bir hafta o'tar o'tmas orada kuzovida qandaydir egrilik holati mavjudligini aniqlab, keyin avtosalonga murojaat qilgan. O'sha jarayonda uzog'i bilan endi bir oy davomida o'sha yangisiga Cobalt almashtirib berildi. Hurmatli fuqarolar, turli avtosalonlardan avtomashina xarid qilayotganda aslo shosha ko'rmang. Yuqoridagi holat siz bilan ham kuzatilishini istamasangiz, mashina texnik holatini to'liq tekshiruvdan o'tkazishni unutmang.